Ana hali o'zidan baquvvat bolalar bilan urushib yoradigan oshnam haqida-da. Aytyapman-da, men kelinchi ishdangiz hozir yana kim bilan urushdingiz? Hali paypag'idan Rolls-Royce keladigan bolalarga yana urushib qo'ydingizmi desam, "Ha, yo'q, nimaga osna" deydi. "Mot telefon qilishyapti do'st. Ha, telefon qilsa olmay qo'ying. Mikrovolnovkamga qilishyapti hozir 7 ta 0 ekan nomeri. Kim bilan urushding yana?" "Ha, 7 ta 0 dan cho'tish kerak emas, u oddiy raqam u." Pulga sotib olsa, 7 ta 0 raqamda emas, harfda yozilgan. Dog'dir, tushunyapsan qanaqa odamlar bilan urushayotgan edi bu. Osna hozir 2 Damas odam keladi oldimizga. 2 ta Damas ko'tarib kelishadi, Damasning ichida kelishmaydi. Nima qilamiz hozir? Yo'li bor, osna yo'lini topamiz deydi. Yo'lini topamiz, to'g'ri. Asterixma, Obelixda haligi damlamasidan zakaz qilishimiz kerak. Ha, shunda bir eplab chiqib ketsa bo'ladi. Boshqachasiga yo'q iloji. O'zingni o'lganga solishni bilasan, men bilaman. Osna deydi, men bilardim deydi. Umar Hayyom o'zi to'g'ri aytgan. To'g'ri kelgan odam bilan qorin to'ygizganda yakka o'zing ochayotganing yaxshi deb beradi. To'g'ri kelgan odam sensan bu dunyoda deb.